Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi kunda biz dasturlash tillarida eng ko'p muammolarga uchraydigan holatlarni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz siz bilan dasturlash tillarini yaxshi o'rganishimiz uchun algoritmdan boshlashimiz kerak. Algoritm bu nima? Masalalarni yig'inda yechish uchun avval uni matematik modulini, keyin algoritmini hamda dasturni tuzish kerak bo'ladi. Bu uchliklarning ichida eng asosiysi algoritmning blok sxemasi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Algoritm bu oldimizga qo'yilgan masalani yechish zarur bo'lgan amallar ketma-ketligidir. Har qanday masalani yechishimizda siz bilan biz avval soddadan murakkabga, quyidan yuqoriga qarab chiqishimiz kerak bo'ladi. O'sha masalani yechishimizda biz unga aniqlik bilan yondashishimiz kerak bo'ladi. Mana masalan misol sifatida berilgan AB tomonlari hamda balandligi bo'yicha asosiy to'g'ri to'rtburchak prizmani hajmini masalasini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun nima qilamiz? Oddiy prizmani biz hajmini topishimiz uchun nimadan boshlashimiz kerak? O'sha prizmani biz avval asosiga qarashimiz kerak. Asosida nima yotibdi? Demak, asosi to'g'ri to'rtburchak bo'lgan prizma. Asosi to'g'ri to'rtburchak bo'lgan, demak biz asosini avval topib olishimiz kerak. Uning uchun asosini ikkita uzunligi bor. AB, A tomoni hamda B tomoni. Demak, AB prizmaning asosi bo'lgan to'g'ri to'rtburchakning tomonlari ham uzunliklari hisoblanadi. Prizmaning balandligini h deb olamiz. Bunda demak birinchi asosini topib olamiz. Demak, S barobar A ko'paytirilgan bu. Demak, boya prizmamizning asosini yuzasi bo'ladi hamda balandligiga ko'paytirib qo'ya olamiz. O'shanda biz berilgan masalani bir boshidan boshlab yechmasak, unda biz masalaga aniq hamda natijaga ega bo'la olmaymiz. Algoritmda 5 ta asosiy xossasi bor. Birinchi cheklilik. Bu xossaning mazmuni algoritmni doimo chekli qadamlardan iborat qilib bo'laklash imkoniyati mavjudligidadir. Ya'ni uni chekli sohadagi oddiy ko'rsatmalar ketma-ketligi shaklida ifodalash mumkin. Agar kuzatilayotgan jarayonni chekli qadamlardan iborat qilib qo'llay olmasak, uni algoritm deb atab bo'lmas ekan. Ikkinchisi tushunarlilik. Bu nima degani? Demak, bironta bir masalani biz yechmoqchi bo'lsak, avval uni tushunishimiz kerak. Uning uchun demak, berilgan algoritmlar bilan ishlayotgan elektron soatlar, mashinalar, dastgohlar, kompyuterlar, turli avtomat va mexanik qurilmalarni kuzatamiz. Demak, ijrochiga tavsiya etilayotgan ko'rsatmalar uning uchun tushunarli mazmunda bo'lishi shart. Aks holda ijrochi oddiygina amalni ham bajara olmaydi, bo'lishi mumkin. Undan tashqari ijrochi har qanday amalni bajara olmasligi ham mumkin. Har bir ijrochining bajarishi mumkin bo'lgan ko'rsatmalar yoki buyruqlar majmuasi mavjud. U ijrochining ko'rsatmalar tizimi, ya'ni sistemasi deyiladi. Demak, ijrochi berilayotgan har bir ko'rsatma ijrochining ko'rsatmalar tizimiga mansub bo'lishi mumkin. Bironta bir masalani yechishimizda, bironta odamga tushuntirishimizda o'sha masalani tushunarli qilib aytib bera olmasangiz, u demak algoritm deb bo'lmaydi. Chunki uni o'sha odam tushunmaydi, boshqa yo'l bilan ketib qolishi mumkin. Ikkinchisi aniqlik. Ijrochiga berilayotgan ko'rsatmalar aniq mazmunda bo'lishi zarur. Chunki ko'rsatmadagi noaniqliklar mo'ljaldagi maqsadga erishishga olib kelmaydi. Odam uchun tushunarli bo'lgan 3-4 marta silkitish, 5-10 daqiqa qizdirish, 1-2 qoshiq solinsin, tegramalardan biri yechilsin kabi noaniq ko'rsatmalar robot yoki kompyuterni qiyin ahvolga solib qo'yadi. Biz avvalambor ularni dasturni tuzish jarayonimizda o'sha masalani berilishda biz o'sha savolni avval o'zimizga berib ko'rishimiz kerak. O'sha savolni bersak bizga noaniq bo'lsa, demak biz uni dasturni tuzishimizda o'sha boya dastur asosida ishlayotgan robot yoki stanoklar va avtomatlarimiz uchun ham noaniq bo'ladi. Natijaviylik. Har qanday algoritmda ishlash jarayonida uni ketma-ket bajarishimizda demak, uni aniqlik, ya'ni natijaviylik bo'lishi kerak. Agar natija chiqmasa, u algoritm hisoblanmaydi. Har bir algoritm chekli sohadagi qadamlardan so'ng albatta natija bo'lishi shart. Bajariladigan amallar ko'p bo'lsa ham baribir natijaga olib kelish kerak.
chekli qadamdan so'ng qo'yilgan masala yechimga ega emasligini aniqlash ham natija hisoblanadi. Agar ko'rilayotgan jarayon cheksiz davom etib natija bermasa, uni algoritm deb ata olmaymiz. Yuqorida ko'rilgan misollarda siz bilan biz algoritmlarni qanday holatda ko'rinishini, qanday holatda erishishini ko'rib chiqdik. Endi algoritmni biz ko'p uchraydigan turlari bilan tanishib chiqarganmiz. Endi algoritmlarni qanday holatlarda tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Algoritmni birinchi so'zlar orqali foydalanish mumkin. Demak, bu usulda ijrochi uchun berilgan har bir ko'rsatma jumlalar so'zlar orqali buyruq shaklda beriladi. Buni siz bilan biz yoshligimizda ota-onamiz yo o'qituvchimiz yo boshqa odamlar sifatida olgan buyruqlarimizni aniq holatda qanday ko'rgan bo'lsa, o'zimizdan keyin ham shunday odamlarga shu holatda tushuntirib berishimiz kerak bo'ladi. Algoritmning formulalar bilan berilishi, usulidan matematika, fizika, kimyo kabi aniq fanlardan formulalarni o'rganishda foydalanadi. Bu usulni ba'zan analitik ifodalash ham deyiladi. Algoritmning grafik shaklda tasvirlanishida, demak, algoritmlar maxsus geometrik figuralar yordamida tasvirlanadi. Bu grafik ko'rinishi blok sxema ham deyiladi. Demak, boya biz siz bilan so'z orqali tushuntirishimizda yo formula orqali tushuntirishimizda, undan tashqari geometrik shakllar asosida ham demak algoritmni tushuntirsak bo'lar ekan. Algoritmni jadval ko'rinishda berilishi. Algoritm bu tarzda tasvirlanishda ham ko'p foydalanamiz. Masalan, maktabda qo'llanilib kelinayotgan turli xil matematik jadvallari yoki turli xil lateral jadvallari, funksiyalarning grafiklarni chizishda ham algoritmlarning qiymatlari jadvali ko'rinishda foydalanamiz. Agar algoritmni siz bilan biz yaxshi o'zlashtirib olsak, har qanday dasturlash tillarida uni ifodalay olar ekanmiz. Biz endi shundan oddiygina obyektga yo'naltirilgan dasturlash tillaridan bittagina C++ tilida dastlabki dasturni tuzab olishimiz imkoniyatiga ega bo'lamiz. Siz aytishingiz mumkin, nima aynan shu C++ni tanlab oldingiz desa, demak, boshqa tillarga nisbatan ham buni o'zining o'rni bor ekan. Bunda qanday holatlarda oddiy dasturlar tuziladi? Demak, C++da oddiy dastur, ya'ni kompyuter ekraniga hello world degan so'zni chiqarishimiz uchun nimalardan foydalanamiz? Include EOStron bu kiritish va chiqarish operatorlarini boshqarish kutubxonasini chaqirib olamiz kompyuterga. Using namespace bu nomlangan nomlar sohasi. Bu endmain bu asosiy funksiya hisoblanadi. Chiqarish operator bu cout return bir natija oynasini ishlab turish uchun xizmat qiladi. Chiqarish operatorining setrlarga ko'rinishi printf boshlanadi. Endi bunda qo'shtirnoq ichida ham yozilsa ekranda shunday chiqar ekan. Qo'shtirnoq ichiga nima olib yozsangiz, cout konsol rejimida ma'lumotlarni ekranga shunday holatda chiqaradi. Agar alt ko'paytirilgan 7 qilib yozsangiz ham buni natijasini ekranga chiqarib bera oladi. Kiritish operatori. C dasturlash tilida kiritish operatori asosan sin operatori, ya'ni shunaqa so'z orqali kiritilar ekan. Sin operatori konsol rejimida o'zgaruvchilarga qiymat kirish uchun ishlatiladi. Kiritish oqimi bu o'zgaruvchilar. Boya siz bilan biz prizmada asosi tomonlarni hisoblaganimizda A, B tomonni o'sha kiritayotganimizda A hamda B tomonni o'zgaruvchilar ana shunday holatlarda kiritib ketar ekanmiz. Masala dasturning algoritmi. Algoritmlarni yuqorida aytganimdek 3 xil turi, 5 xil ko'rinishi mavjud. Birinchi turi chiziqli, ikkinchisi tarmoqlanuvchi, uchinchisi takrorlanuvchi. Birinchi, demak, algoritmlar qanaqa ko'rinishga ega bo'lsa, birinchi, demak, so'zda, yozuvda, xayolda, blok sxemada hamda dasturda. Siz bilan biz matematikada hamma misol masalalarni agar to'liq o'rganib yechalamiz desak, biz algoritmlarni mana shunday 3 ta turini demak yoddan bilishimiz kerak ekan. Birinchisi demak chiziqli, tarmoqlanuvchi hamda takrorlanuvchi. Chiziqli algoritmlar haqida tushuncha. Chiziqli algoritmlarda barcha amallar ketma-ketligida bajariladi va yuqoridan pastga har bir qator bir marta ishlaydi. Shart yoki sikl bunda bo'lmaydi. Tarmoqlanuvchi algoritmlar haqida bo'ladigan bo'lsa, shartli algoritmlar foydalanuvchilardan yoki hisob-kitobdan kelib chiqqan holda faqat biror holatda yoki bir necha holatlarda turli yo'nalish bo'yicha ishlaydi.
if yoki else shartli operatorlar bilan. Takrorlanuvchi algoritmlar haqida gapirayotgan bo'lsak, takrorlanuvchi algoritmlar ma'lum bir amalni bir necha marta takrorlashga mo'ljallangan. 3 ta asosiy sikli turi bor: for, while hamda do while. Masalan, dasturning algoritmi. Chiziqli algoritm blok sxemada hamda dastur ko'rinishi. Bu nima degani bo'ladi? Siz bilan biz bugungi kunda masalan C++dami, Delphi-dami, Python-dami qanaqa dastur tuzishimizdan qat'iy nazar boya aytganimdek algoritmni geometrik holatda ko'rinishini bilishimiz kerak ekan. Agar mana shu ko'rinishini bilmasak, siz bilan biz dastur tuzishda qiynalamiz. Bu boya chiziqli algoritm blok sxemasi qanday bo'lar ekan? Boshlanishi mana bu o'zgaruvchilari, hisoblovchi, chiqaruvchi dastur tugadi. Tarmoqlanuvchi algoritm blok sxemasi va dastur ko'rinishi. Bu boshlanishi, bu o'zgaruvchilari kiritilyapti. Bunda shart, agar shart bajarilsa, mana bu x demak, agar x da nima, masalan, katta kichik beriladigan bo'lsa, shu tomon bajariladi. Shart bajarilmasa, bu tomon bajariladi. Bu tomoni demak C++ dasturning ko'rinishi. Takrorlanuvchi algoritm blok sxemasi va dastur ko'rinishi. Bunda boshlanishi o'sha takrorlanadigan nimadan boshlanadi? Demak, birinchi birdan boshlanar ekan, ana undan keyin nima qilar ekan? O'sha birdan nechigacha davom etish kerak? 10 gacha bu shartni tekshirib chiqadi. Shu shart bajarilsa, demak, amal bajarilib har bittasi ishlab borib tamomga chiqariladi. Agar shart bajarilmay qolsa, 11 qiymat qabul qilib qo'ysa, unda to'g'ri bu shart bajarilmaydi, demak bizning dasturimiz tugaydi. Bu tomon C++da uni demak dasturi hisoblanar ekan. Biz siz bilan hozir o'sha dasturlar tillari o'z ishlashi uchun usullarni, kompilyatorlarni zamon zayliga qarab o'zgaradi, lekin algoritmlar o'zgarmaydi. Bu to'g'ridir. Hamma dasturlarning ichida demak siz bilan biz algoritmlar hech qachon o'zgarmaydi. Beriladigan masalani, demak, yechimi o'sha bo'yicha qanday matematikada o'rgatilgan bo'lsa, o'shanday o'zgarib boraveradi. Dasturlash tillariga kelganda o'sha o'zlarining so'zlari bilan o'girib bajarib boraveradi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar.